Mana o'sha aytilgan Navoiydagi Chuyaga yaqin bo'lgan Lolazorlarning yaqinlari. Juda joy manzara. O'g'li juda original joylar emas. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda tog'lar, manzaralar. Juda ham ajoyib manzaralar. Assalomu alaykum do'st birodarlar, qavm qarindoshlar, kursdoshi, sinfdoshlar, jo'ralar, do'stlar. Mana biz bugun dam olish uchun O'zbekistonning so'lim go'shalaridan biri Navoiyni dam olish maskanlaridan birida kelyapmiz. Mana bugun dam olib turibmiz. Juda ham ajoyib manzaralar bor, o'g'li nasib bo'lsa oldinda. Mana shularning barchasini bugun o'zimiz uchun, albatta kelajak avlod uchun, o'z avlodlarim uchun temali xotiralab, muhrlab qo'yamiz. Mana tong yorug'ida To'dako'l suv omborining boshlanish qismlari. Shafaq deydi mana buni. Tong yorishib kelish fonida. Qadrdonlar, mana o'zi Navoiy viloyatiga yuribmiz. Hozir harakatda o'zi kelamiz. Ilmonim tushiravermaydi. Sekinroq haydash kerak edi. Javob yo'liga chiqdi. Avar ekan, yo'q, sekin haydaversang ham bo'ladi javob. Eshityapsanmi? Mazasi yo'q. Nima kerak sizlarga yana ular? Marjon? Bu ham joy qidiribdi. Be. Nima balo bu? Mana do'stlar, juda ajoyib manzara. Qarang. Chuya. Navoiyning chuyasi. Kursdoshlar, safdoshlar, sinfdoshlar, hammalari tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi?
avvalambor hormanglar deymiz. Mana bu joy qayerda deb o'ylaysizlar? Qani bilganlar kommentariyaga yozib yuboringlar qani. Qaranglar, qayerda bu? Albatta O'zbekiston emas. Shveysariya yo boshqa joylar emas. Ko'ringchi, qayerda deb o'ylarsiz? Manzaraga nechi do'stlar? Qani biladiganlar aytinglar, qani qayerda bu? Maramat soylari ham bor. Juda uzoq emas. Mana yana O'zbekistonni Shveysariyalardan biri. Manzarani qarang. Qarang bu manzarani. Hamma narsa bor. Ora-orada dam olib ham turish kerak deydi. Mana xalqimiz juda ham Xudoga shukr tinch, sog' salomat dam olib yurishibdi. Videoga o'rganibdi. Dadajonni qanday oladi? Tog'yan bag'riga bunaqangi piknik qilishdi, shashlik tayyorlashdi, o'zini gashdi bor. Qarasangiz atrofni ko'rsa bo'ladi. Oilasiga faqat atrofga oilasiga turgan durust. Amal hisoblanadi. Joy bilamasan. Yo'q. Nasıl? Bitta suvga, suvga kosani nima bilan oling. Ko'rsanga o'tkazamiz hozir. Suv kerakmi? Javob berib o'tkazadi. Qamarjonga aytasan o'zimizga. Ko'zini cho'qlabsin. İşte. Nasıl? Bitta suvga, kosani nima bilan oling. Ko'rsanga o'tkazamiz hozir. Suv kerakmi? Javob berib o'tkazadi. Qamarjonga aytasan o'zimizga. Ko'zini cho'qlabsin. İşte. Yaşta başqacha deylar. Toqqa borib mazza qildim deysizlar deydi. Mazam bo'lmayapti-ku deydi. O'shanga o'xshab qolibdi deydi. Endi buni hidini yetkazib bermaydi sizlarga o'zaro. Ana, shepov.